Bu video faqat bog'bonlar uchun bo'ladi. Mana bunaqa oq strichlarni uzilib ketib yoki cho'zilib mana bunaqa ingichka bo'lib charchaganlar uchun mana yangi versiyadagi strichlarni topib keldik mana. Ovozni qarang. Cho'zilib joyiga qaytasiz. Yumshoq, yopishuvchan, hayvonotlarni zo'r ulaydi, xudo xolasa samarasi ham zo'r, ishlatish ham oson. 3 sm 3 sm-lik baquvvati, 4 sm yumshoq va 5 sm-lik yormalarga zo'r bo'ladigan variantlarni Farg'onalik Azzakaga jo'natib beryapmiz, baraka topsin. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, xudo xolasa murojaat qilaverasiz. Mana bu oq strichni hamma biladi, o'raydi, yaxshi o'raydi. Prosta tortibroq, tarangroq o'rayman desangiz, men cho'zilib, ingichka bo'lib ketaveradi, ip bo'lib ketadi. Bu hayvon joyida tarang o'ramasa, yaxshi kaldus bo'lmaydi, qimillab qoladi. Endi mana shuni o'rniga, mana shu uzumni ko'kka qora yoki mevani nozik novdalariga mana yangi versiyadagi strichimiz mana. Bu tarang qilib o'rayman desangiz, mana tarang o'rash imkonini beradi-da, bu ip bo'lib cho'zilib ketavermaydi mana. Yopishuvchanligi ham zo'r mana. Salafanga o'xshab toyish tushib ketmaydi. O'z-o'zidan. Yomg'ir-pomir bo'lsa chiqib ketadi, atak o'z-o'zidan chiqib ketmaydi, turaveradi. Shaffof, juda ham zo'r. Mana bu shuni baquvvat versiyasi. 3 sm-lik undan ham baquvvati bu. Bu ham yaxshi. Yopishuvchanligi, o'ralishi mana ovozni qarangiz. Shep premium kачество. Mana bu shuni yormalarga baquvvat bo'ladigan 5 sm-lik mana. Tortib, tarang qilib o'rab tashlaysiz, yormalarni ketman dastasigacha bemalol o'rab beradi. Ketman dasta tugul, bolardagini ham o'rab beradi. Juda ham baquvvat.